Assalomu alaykum aziz do'stlar, barchaga xayrli kun. Anchadan beri kanalga video yuklamadim. Bunga ma'lum bir sabablar bor va bugun negadir aynan video tayyorlashga ahd qildim. Futbol olamida mana shu o'tgan vaqt ichida juda ko'plab voqea va hodisalar sodir bo'ldi. Ulardan eng muhimlari albatta bu 17 yoshli o'smirlarimizni Osiyo chempionligini qo'lga kiritganliklari, qahramonlik ko'rsatib, ya'ni 9 kishi bo'lib mezbon Saudiya Arabistonni mag'lubiyatga uchrata oldi. Vakillarimiz va jahon chempionati yo'llanmasini ham qo'lga kiritishdi. Shuningdek, Angliyada Liverpool, Fransiyada Paris Saint-Germain mamlakat chempioniga aylandi. Nasib etsa bugun Bavariya Leipzig bilan kechadagi uchrashuvda agar bir ochko qo'lga kiritsa, Myunxenliklar ham Bundesliga chempioniga aylanishadi va Harry Kane o'z faoliyatidagi ilk sovrinni qo'lga kiritadi va nihoyat nasib etsa. Shuningdek, Yevropa Chempionlar Ligasi ham qizg'in pallasiga yetib keldi. Yarim final bahslarida dastlabki o'yinlar o'tkazildi. Bundan xabaringiz bor. Yangi haftada javob o'yinlari bo'lib o'tadi. Yevropa Ligasida ham qiziqarli o'yinlar o'tkazilmoqda va yarim final bahslarining dastlabki o'yinlarida ko'rdikki, ingliz finalini ko'rish ehtimolimiz juda ham katta. Angliya jamoalari ishonchli tarzda dastlabki o'yinlarda g'alaba qozonishga muvaffaq bo'lishdi. Xullas, mana shunaqa gaplar futbol olamida azizlar. Kelgusida albatta har haftada 2-3 marotaba videolar joylab, futbol uchrashuvlari haqidagi xabar va yangiliklarni e'tiboringizga havola etib borishga imkon qadar harakat qilaman. O'zingizni ehtiyot qiling, salomat bo'ling.